أحسن الله إليكم. قال Alloh رحمه sizni الله yaxshilik bilan تعالى mukofotlasin ustoz. الحديث Imom العشرون Navaviy rahimahulloh عن aytdi. أبي مسعود 20-hadis. عقبة بن Abu Mas'ud عامر Uqba ibn Amr الأنصاري البدري al-Ansori رضي al-Badri الله roziyallohu عنه anhudan قال rivoyat قال qilinadi. رسول Nabiy الله sallallohu صلى alayhi الله vasallam عليه albatta وسلم odamlarga yetib إن من kelgan بعدي avvalgi nubuvat ظنكم so'zlaridan كلام biri agar نبوتكم hayo له qilmasang, إذا لم xohlaganingni تستحي qilaver degan فاصنع ما so'zdir شئت. dedilar. رواه Buxoriy rivoyati. البخاري. Abu Mas'ud roziyallohu anhu al-Badri nomi bilan mashhur bo'lgan. Ammo ulamolar foyda uchun aytib ketishadiki, u kishi Badr jangida ishtirok etmagan. Chunki Abu Mas'ud al-Badri deyilganda insonning xayoliga darhol u kishi Badr jangiga nisbat berilgan degan fikr keladi. Aslida esa u jang bo'lib o'tgan Badr shahrida yashagani uchun unga Abu Mas'ud al-Badri deyilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam albatta odamlarga yetib kelgan nubuvat so'zlaridan biri dedilar. Avvalgi nubuvat deganda Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan oldingi barcha payg'ambarlar nazarda tutilgan deb aytiladi. Shunda Muhammad sallallohu alayhi vasallamniki oxirgi payg'ambarlik bo'ladi. Ba'zilar esa Musa alayhisalomdan oldingi davrni avvalgi, u kishidan keyingisini keyingi deyishgan. Nima bo'lganda ham bu so'z avvalgi payg'ambarlar tomonidan aytilgan va odamlar orasida avloddan avlodga meros bo'lib o'tib kelgan hikmatli so'zdir. Ya'ni bu gapni payg'ambarlar aytishgan va odamlar bir-biridan naql qilib kelishgan. U agar hayo qilmasang, xohlaganingni qilaver degan so'zdir. Ushbu jumlada 3 ta ma'noning ehtimoli bor. Birinchi ma'no xabar va tahdid. Bu xabar ma'nosida, ya'ni agar sendan hayo pardasi ko'tarilgan bo'lsa va hech narsaga parvo qilmaydigan bo'lsang, xohlagan ishingni qilishing mumkin, chunki seni to'xtatadigan kuch yo'q. Ammo bu yerda xohlaganingni qil deyilishi ruxsat emas, balki tahdiddir. Ya'ni bilganingni qil, lekin tez orada jazosini olasan degan ma'noni anglatadi. Ikkinchi ma'no ruxsat va mubohlik. Bu ma'noda agar qilmoqchi bo'lgan ishing ayb bo'lmasa va odamlar buni bilishdan hayo qilmaydigan, uyalmaydigan darajadagi ish bo'lsa, uni qilaver. Ya'ni agar qilmishingdan uyalmasang va u dinda gunoh hisoblanmasa, demak u ish muboh, ruxsat etilgan. Agar hayo qiladigan bo'lsang, demak u yerda shubhali narsa bor. Shubhalisini tark etib, shubhasiziga o'tgin. Uchinchi ma'no ikkinchisiga yaqin. Agar hayo qilmasang, xohlaganingni qilaver. Bu yerda qilaver so'zi ruxsat emas, balki buyruq. Istihzo, piching ma'nosida kelishi ham mumkin. Nima bo'lganda ham, dastlabki ikki ma'no eng to'g'rirog'idir. Birinchisi, agar sendan hayo ketsa, har qanday buzuqlikni qilishdan tab tortmaysan. Bu ogohlantirish. Ikkinchisi, agar qilmoqchi bo'lgan ishing dinda ayb bo'lmasa, uni bemalol qilaver. Bu ruxsat. Haqiqiy ilmni Alloh bilguvchidir.